Kechirim xatini yozayotgan paytda odam rosa yig'laydi. Qattiq xafa bo'lib, o'sha eslashni ham xohlamayotgan insoningizni xatda yozgan paytingizda uni qanaqadir yaxshi xayollar bilan eslashingiz, bu уже ongingizni kengayganini, nazaringizni o'zgarganini anglatadi. Bu judayam yaxshi holat hisoblanadi. Shunaqa holatda agar xafa bo'lgan insonlaringizdan, bu hammaga tegishli, shu gruppadagilarga qanaqadir ощущениyalar kelib ichingizda, undan SMS tarzida xabar olgingiz kelsa, nimalardir yozgingiz kelsa, bemalol yozishingiz mumkin. Kechirim xatini yozishdan aslida maqsad nimada edi? Siz qaysi insondan xafa bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanaqa holatda xafa bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu o'zingizdan xafa bo'lganligingizni, o'zingizni holatingizdan xafa bo'lganligingizni bildiradi. Va siz shu kechirim xatini yozayotgan paytingizda aslida u insonni kechirdim deb o'ylashingiz mumkin, o'zingizni kechirgan bo'lasiz. Shu uchun ham bu juda ham muhim edi. Hozir hammalaring ichlaringda kuchli ko'tarilish ketyapti. Ya'ni ichlaringdagi hamma programmalar ko'tarilib ketgan, kimlarnidir qattiq kechirgingiz kelmay ketyapti, boshingiz og'riyapti, tanangizda har xil holatlar, o'zingizda tushunmayapsiz. Bularning hammasi shu yaxshi jarayon hisoblanadi. Chiqishi kerak bu narsalar. Endi kechirim xatlarni hammasini olasiz va kechirim xatini yoqib yuborasiz. Shu bugun sizlarga beriladigan vazifalarni berib bo'lganimdan keyin tashqariga chiqib, hovlida kechirim xatlarini yoqib yuborasizlar. Kechirim xati yoqilayotgan paytda u xatga yozilgan hamma negativniy energiyalar butunlay chiqib ketadi olov orqali. Olov esa insonni tozalab beradi. Ya'ni sizni aurangizni tozalab, u orqali o'sha insondan xafa bo'lgan holatingizni sizdan chiqarib beradi. Ertangi minnatdorchilik kursimiz amaliyoti o'tmishdagi o'zimizni ayblagan his-tuyg'ularimizga, o'zimizni ayblagan holatlarimizga bag'ishlanadi. Biz yoshligimizdan boshlab to hozirgi holatga kelgunimizga qadar o'zimizni qancha ayblaymiz. Agar men bu ishni qilmaganimda bunaqa holat menda bo'lmagan bo'lar edi. Agar men bu insonga turmushga chiqmaganimda edi, meni hayotim hozir umuman boshqacha ko'rinishda bo'lgan bo'lardi. Agar meni otamni puli ko'p bo'lganda edi, men bunaqa qiynalib yurmagan bo'lar edim deb ko'p holatlarda o'zimizni aybdor his qilib, ayblab yashaymiz. Va aynan ertangi kun amaliyotimiz o'zimizni o'tmishimizda va hozirgi kunimizga qadar ayblab kelayotgan holatlarimizga, shu holatlarimizni polniy olib tashlashimizga bag'ishlanadi. Inson biron bir qilgan ishini xato deb o'ylaganida o'zini ayblaydi. Bu hayotdagi hamma narsa to'g'ri va xato degan tushuncha yo'q. Borliq hamma narsalarni garmoniyaga solib turadi. O'zini ayblash bu illyuziya, ya'ni sarob tuyg'u hisoblanadi. Agar men o'zimni ayblayotgan bo'lsam, bugun men biron bir ish qildimda, ertaga shu holatimni aybladim. Men shunda kechagi o'zimni aybdor his qilib ayblagan bo'laman. Ya'ni oradan bir kun vaqt o'tgan bo'ladi va vaqt o'tganidek meni ham o'zi nazarim o'zgargan bo'ladi va u bo'lib o'tgan holat, voqea eskirgan bo'ladi. Lekin men o'sha bir kun oldingi qilgan holatimni eslab o'zimni o'zim ayblayman. Bu nimaga o'xshaydi? Oldingi zamonda bizda paxta gulli piyolalarimiz bo'lgan. Piyolalarimiz
mana shu paxta gulli piyolada kecha siz choy ichdingizda, bugun oradan bir kun o'tib ketgandan keyin nima uchun man kecha paxta gulli piyolada choy ichdim, steklanniy piyolada choy ichsam bo'lardi-ku degan nazarda siz u holatda ayblayotgan bo'lasiz. Aslida siz o'sha bir kun oldin mana shu paxta gulli piyolada ichgan choyingiz o'sha bir kunlik siz uchun to'g'ri ish hisoblanadi. Ertasi kuniga siz o'zi boshqa steklanniy idishda choy ichayotgan bo'lsangiz, bu o'sha ertangi kuningiz uchun to'g'ri holat hisoblanadi. Hattoki biz 5 yil oldin, 10 yil oldin amalga oshirgan ishlarimiz uchun ham o'zimizni ayblaymiz. Aslida o'sha 5 yil oldingi o'zimizni holatimizni, o'sha 5 yil oldingi o'zimizni hozirgi yoshimiz bilan ayblayotgan bo'lamiz. Mani yoshim hozir 35 ta bo'ladigan bo'lsa, man 5 yil oldingi 30 yoshimdagi o'zimni ayblagan paytimda, man 30 yoshimdagi o'zimni hozirgi aqlim bilan ayblayotgan bo'laman. Aslida 30 yoshimdagi paytimdagi o'sha qilgan ishim 30 yoshimdagi vaqtim uchun to'g'ri ish hisoblangan bo'ladi. Oradan vaqt o'tgandan keyin man o'sha eski o'tmishga ketib qolaman va nima uchun man 5 yil oldin bu ishni qildim, man bu ishni qilmasdan bu holatda, bu ko'rinishda bajarsam ham bo'lar edi-ku deydigan bo'laman. Ya'ni hozirgi ongim bilan, hozirgi aqlim bilan, hozirgi holatim bilan. 5 yil oldingi holatimga hozirgi holatimni umuman taqqoslab bo'lmaydi. 5 yoshli bolaga 10 yoshli bolani taqqoslab xuddi bir-biriga solishtirib, nima uchun sen hali ham 5 yoshda o'tiribsan, 10 yoshda bo'lishing kerak-ku, yoki 10 yoshdagi bolaga nima uchun sen 10 yoshda turibsan, 5 yoshda bo'lishing kerak-ku degan nazar bilan biz shu holatda, shu vaziyatda o'zimizni namoyon qilayotgan bo'lamiz. Siz qancha o'zingizni ayblasangiz, qancha o'zingizni urishsangiz, o'zingizga qo'ygan bahoyingiz, samootsenkangiz shuncha tushib ketadi. Ya'ni siz ayblagan paytingizda men yomonmanki shu ishni bajardim. Agar men yaxshi bo'lganimda bu ishni bajarmagan bo'lardim deb o'zingizni ayblayotgan bo'lasiz. Sizni o'zingizga bo'layotgan bahoyingiz qancha pastga tushib ketsa, atrofdagi insonlar bu holatda sizni o'zingizga 100% aks ettirish qonuniga ko'ra ko'rsatib beraveradi. Har qanaqasiga borliq qonunlari ishlaydi. Va sizni o'zingizga qo'ygan bahoyingiz tushib ketganligi uchun siz biron bir kiyimni kiyib ko'chaga chiqqan paytingizda ham insonlar hattoki shu kiyimingizdan ham kamchilik topishadi, gapirayotgan gapingizdan ham kamchilik topishadi, hattoki uyingizda qilgan bajargan ishlaringizdan ham, ovqatingizdan ham, noningizdan ham kamchilik topishadi. Chunki siz o'zingizni ayblab urishib tanqidga kirib ketib, o'zingizga bo'lgan munosabatingiz mana shu insonlarning munosabati bilan bir xil bo'ladi. Siz buni anglamagan holatda meni nimaga bular bunaqa qilishadi, nima uchun meni bunchalik ayblashadi deb xafa bo'lasiz, yig'laysiz. O'zingiz ichingizdan o'zingizga nima qildingiz ayblamasdan? O'zingizni qancha ayblaganingiz sari atrofdagi insonlar shuncha sizni ayblashni boshlashadi. O'zingiz qancha hurmat qilgan saringiz atrofdagi insonlar sizni shuncha hurmat qilishni boshlashadi. Ertangi amaliyotimiz o'zimizni o'tmishimizdan boshlab, bolalik paytimizdan boshlab qanaqa ko'rinishda ayblagan bo'lsak, mana shu aybdorlik his-tuyg'ularidan ozod bo'lishimiz uchun minnatdorchilik yozishga bag'ishlanadi.
Buni sizga misol tariqasida tushuntirib beraman. Agar sizga turmush o'rtog'ingizga turmushga chiqqanligingiz yoqmayotgan bo'lsa va nima uchun ham man bu insonga turmushga chiqdim deb o'zingizni ayblaysiz har doim, man shu insonga turmushga chiqqanligim uchun minnatdorchilik bildiraman, chunki bu inson man bilan bir xil darajada bo'lganki, man bu insonga turmushga chiqqanman. Shuncha yil, shuncha vaqt o'zimni bu insonga turmushga chiqqanligim uchun ayblab keldim o'zimni, urushib keldim o'zimni, yomon ko'rib keldim o'zimni. Aslida bu eng to'g'ri yo'l ekanligini his qildim va o'zimdan bu aybdorlik hissini oldim, aybdorlik his tuyg'ularidan ozod qildim o'zimni degan ko'rinishda yozasiz. O'zingizni qancha ayblagan bo'lsangiz, shuncha yozasiz. Ya'ni bunda 10 ta yozasiz yoki 15 ta yozasiz deb ayta olmayman. Siz o'zingizni hozirgi yoshingizgacha necha marta aybdor his qilgan bo'lsangiz, aynan mana shu aybdorlik his tuyg'ularingiz uchun yozasiz. Aybdorlik his tuyg'ulari odamni shunaqa orqaga olib ketib qoladi, o'ziga bo'lgan bahosini tushirib, o'zini shunaqangi yomon holatga solib qo'yadi. Hozir va shu on baxtli bo'lib yashashni his qilolmay qolasiz hech qanaqasiga. Chunki o'zingizni tinmasdan ayblab, o'zingizni tinmasdan tanqid qilib, o'zingizni tinmasdan urushib, shu sizda aybdorlik his tuyg'ularingiz borligi uchun siz o'zingizga hozir va shu on baxtli yashashingizga ruxsat bermayotgan holatingizni ko'rsatib beradi. Va shu holatlar uchun biz aybdorlik his tuyg'ularidan ozod bo'lishimiz kerak. Qachonki biz aybdorlik his tuyg'ularidan batamom ozod bo'lsak, shunda biz hozir va shu on shu yerda baxtli yashash his tuyg'ularini o'rganamiz va haqiqiy baxt qanaqa bo'lishini qalban his qila olamiz. Man Mirzayeva Vasila Rustamovna o'zimni o'tmishimda ayblaganligim uchun, o'zimni o'tmishimda ko'p tanqid qilganligim uchun, o'zimni o'tmishimda yaxshi ko'rmaganligim uchun, o'zimni eng yaxshi narsalarga arzitmaganligim uchun va qanaqa hissiyotlar yana kelsa qo'shib yozib ketaverasiz. Va shu his tuyg'ularimni hammasidan voz kechaman va o'zimni butunlay kechiraman. O'zimni hozirgi shu yoshimga qadar kechiraman va o'sha hayotimdagi oldingi bo'lib o'tgan vaziyatlarda u vaziyatlarni o'zimga dars sifatida, tajriba sifatida qabul qilib olaman. O'zimni butunlay kechiraman deb yozib qo'l qo'yasiz. O'zingizda kechirim xati yozayotgan paytingizda yig'i kelishi mumkin, aybdorlik his tuyg'ularingiz ko'tarilib ketishi mumkin. Bu normalniy holat hisoblanadi. Boshingiz og'rishi mumkin. Qanchalik boshingiz og'risa, qanchalik o'zingizni aybdor his tuyg'ularida ko'rsangiz va bu jarayon sizni qattiq qiynasa bajarayotgan paytingizda, shunchalik siz qattiq ayblovga, qattiq aybdorlik his tuyg'ulariga kirib ketgan bo'lasiz. Dalshi yana o'zingizga yozishingizga ruxsat berasiz. O'zimga yozishimga ruxsat beraman, ichimdan shu hissiyotlarim chiqishiga ruxsat beraman deb yozishda davom etaverasiz.